Arab tilida bir ko'rishda fe'lni muzori fe'l ekanini qanday ajratsa bo'ladi? Videoni ko'rganingizdan so'ng bu sizga juda oson bo'lib qoladi. Kanalga obuna bo'ling va kommentga plyus qoldirib keting. Bilamizki, arab tilida fe'llar mozi, muzori va amrga bo'linadi. Muzori fe'llarning birinchi alomati uning birinchi harfidir. Muzori fe'li faqatgina 4 ta harfning biri bilangina boshlanishi mumkin. Masalan, aktubu men yozayapman. Taktubu sen yozayapsan. Naktubu biz yozayapmiz va yaktubu u yozayapti. Yana bir alomati oldidan quyidagi harflar kelishidir. Bular faqat muzori fe'l bilan keladi. Masalan, lam taktub sen yozmading. La taktub yozma. Lan yaktuba u yozmaydi. Sataktubu va sawfa taktubu yozasan. Demak, mana bu harflar ham muzori fe'l oldidan kelsa, bilamizki, bu fe'l aniq muzori, mozi yoki amr emas. Yanada foydali ma'lumotlar uchun bizni kuzatib borishni unutmang.